Hop qaranglar. 11 mi? 11 ga e'tibor beringlar. Funksiya berilgan, mana shunaqa ko'rinishdagi. Shu funksiyaning eng kichik nimasini top degan. Qiymatini top degan. Funksiyaning eng kichik qiymatini topishdan oldin mana bu arc sinus x ni qiymatlar sohasini bilib olishimiz kerak edi. Arc sinus x qiymatlar sohasi minus pi taqsim 2 dan arc sinus x mi? Minus pi taqsim 2 dan qayergacha? Pi taqsim 2 gacha. Demak, misolga xulosa qilaman. Y tenglik 4 da hop plus 3 pi taqsim 3 taqsim pi mi? 3 taqsim pi. Mana buni qiymatlar sohasi nimadan nimagacha chiqyapti? Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Mana bu qiymat kichik chiqarib berish kerak. Kattasini so'ramayapti. Kichik chiqishi uchun qaysini olaman? Kattasini, kichkinasini? Kichkinasi. Minus pi taqsim. Bo'ldi. Minus pi taqsim 2 ni olaman. Shuni yozmay qo'yib qolamiz. Bunday qilamizda minus pi taqsim 2 ni olaman. Bular ketadimi? Natija 4 minus 1,5 mi? Ya'ni 3 ni 2 ga bo'lib yubordim. 1,5 natija 2,5 chiqadi. A javob turibdimi? 2,5 A javob turibdi. Yaxshi. Tushundingmi? Xo'p, keyingi misol sig'dira olamizmi-ki? Yozaylik chiqqan maqsad qola. 12-da. 12-da e'tibor beramiz. X ning kvadrati minus 6x plus 7 hop minus modulda nima? X minus 3 teng 0 ga. Hop, tenglamani yeching degan x kvadrat minus 6x plus 7 minus va hokazo hokazo. Nima ish qilamiz? Buni mana bu x kvadrat minus 6x plus 7 ni shunaqa qilishimiz kerakki, to'liq kvadratga keltirib olish kerak. Hop, yanachi? Keyin shunda mana bu 9 minus 2 bo'ladi-ku. 2 sudrab yuraveradi, x minus 3 da modulini t deb olib ishlab oxirida tenglashtirsak oson. Yaxshi, keloldi. Bo'ladi. Endi ko'pchilik biladigan usulni ishlashga harakat qilamiz, holat qilamiz. Chunki modulni ko'pchilik ko'rsa, birinchi, ikkinchi usul qiladi-da, 0 dan katta kichik qilib ishlaydi. Shoxus holat qilamiz, chunki hammaga tushunarliroq tilda ishlaganimiz yaxshiroq. Demak, x minus 3 mi? Birinchi safar 0 dan katta deb ochaman. X nima bo'lsin? 3 dan katta bo'lsin. Demak, 3 dan katta chiqsa javobni olaman. O'z tashlab ketaman. Birinchida x ning kvadrati minus 6x plus 7. Buni plus qilib ochyapman men. Demak, ichi minus x plus 3. Mana bu minus ta'sir qilyapti. Teng nimaga? 0 ga. Ishlaymiz. X kvadrat minus 7x plus 10 teng 0 ga. Necha kara necha? 5 kara 2 mi? Demak, bo'ldi. O'zi ikkita javob chiqadi. 5 bilan 2 chiqishi aniq. Bizga 3 dan kattasi kerak. Demak, 2 tushib qoladidagi x1 da qiymati 5 chiqadi. Bitta javob tayyor. Muammo yo'q, ha? Ketdik, keyingisiga o'tdik. X minus 3 ni kichik yoki teng nimadan? 0 dan. X kichik yoki teng 3 dan. 3 dan kichik javob chiqsa olaman. Mo'z tashlab ketaman. Birinchisida x kvadrat minus 6x plus 7. Oldidagi minus bu minus bilan plus bo'lib qoldi. X minus 3 qoladi. X minus 3 teng nimaga? 0 ga. Xo'p, x ning kvadrati minus 6x plus x minus 5x mi? Plus 4 teng nimaga? 0. 4 kara 1. Qo'shsak 5 qaytarib beradi. Demak, 4 bilan 1 haqiqiy javoblarida buni. Xo'p, bizga 3 dan kichkinasi bo'ldi ustundagi. Bu tushib qoladimi? X2 ning qiymati 1 bo'ladi. Ikkita javob bor. Birinchisidan chiqqan javob 5, ikkinchisidan chiqqan javob 1. 1 va 5 bor. Bormi 1 bilan 5? Qaysi javobda? A javob degan. Demak, xuddi shunaqa yechim A javobda bor. Yaxshi yozib oldik.